O'zi senda buncha pul bormi? Ha, bor, kartamda bor. Kartadan tashlab bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'zi haydashni bilasan mashinani? Ha, albatta bilaman. Ha, yaxshi. Bilmasang nimaga menda sotib olyapsan? Jinnimisiz? Bilaman dedim-ku. Ha, shunaqami? Bo'ldi. Pul tushibdi kaliti. Faqat ehtiyot bo'lib haydashni bilsang agar. Haydash bilaman deyapman, aql o'rgatmang. Sizdan avvalo mashina haydaganman. Nima deganing bu? Men haydashimdan oldin haydaganmisan? Yo'q, sizdan mashina sotib olishimdan oldin haydaganman demoqchiman. Ha, shunaqami? Ha, shunaqa aytib qo'ydim-da. Ha, qayerga qo'yding? Nimani? Aytib qo'ydim deding-ku. Gapni aytib qo'ydim deyapman. Ha, bo'pti, yaxshilikka hayda. Mayli, rahmat. Xo'sh, ana endi mashinani zavod qilamiz va haydab qishloqni bir aylanib chiqani dahshat mashinaga o'xshayapti. Salonlari takoy ekan, lekin bori menga juda ham yoqdi. Force ekan nomi, ya'ni Porsche nomi. Ingliz tilida qanday o'qiladi bilmadim, lekin Porsche deb yozilgan ekan. O'qilishini bilganlar kommentariy yozib qoldiringlar, obunachilar. Tak, aytgan sizlar bilan salomlashish esimdan chiqibdi. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Jo'xa. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki bu mashina bilan qanday sarguzashtlarga duch kelaman, albatta buni ko'rishinglar mumkin bo'ladi videoni oxirigacha ko'rsanglar. Lekin mashina haydash biroz menga qiyinchilik tug'diryapti. Sababini aytaymi sizlarga. Hali pravam yo'q-ku. Pravam bo'lsa, normal haydardim, ya'ni nima deganim, xato qilmasdan to'g'ri haydardim-da. Xo'sh, hozir mashina bilan bir qishloqda avaylab asrab aylanib chiqsam, chunki avaylab asramasam haydash to'g'ri bilmayman-ku. Yaxshi bilmaganim uchun ham qayerga urib qo'yadigan bo'lsam dabdala. Buni juda ham qimmat narxga sotib oldim, ya'ni $450,000. Buncha pulni o'zim ham bilmayman qayerdan olganimda. Qayerdandir stop, bu qanaqa bino? Bu yerda bunaqa bino yo'q edi-ku avval. Qanaqadir bino qurilibdimi? Mayli, hozir ko'ramiz. Tak, hozir mana shu yerga qo'yib qo'ysam mashinani, keyin o'sha binoga kirib chiqaman. Nimaga bunaqa bo'ldi? Yurmay qoldi bu mashina. Menimcha endi yurdi shekilli. Bo'ldi, shu yerga o'chirib qo'yib ketaman mashinani. Tak, chotki, eshik yopilmayapti. Obbo, ha, bo'ldi, yopildi. Qanaqa bino ekan? Kamerasi bor ekan bu yerda qanaqadir. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Bu yer qanaqa joy? Bu yer prava beradigan joy, ya'ni prava markazi. Pravo beradigan joy zo'r ekan-ku. Yo'q, obrojli как раз pravo olaman deb turgandim. Ana endi pravo olsam bo'ladi. Tak, menimcha to'lov bo'lsa kerak pravo olish uchun. Hozir boraman-da, kartamdagi pullarni shuni naqdlashtirib kelaman-da, pravo sotib olib turib, keyin qonuniy ravishda cho'tki qilib mashinalarni takoy qilib haydasam bo'ladi. Ya'ni mashina o'zi bitta mashinam bor-ku, 86 ta mashinam yo'q yoki 99 ta mashinam yo'q. Bittagina mashinam bor. Xo'p, buni hozir mana yerga parkovkaga qo'yib ketaymikan yo uyimning oldiga borib parkovka qilaymikan? Davay, uyimning oldiga borib parkovka qilaman. Pulni qayerda naqdlashtirishni bilmayapman hozir. Kartamda pulim bor, bilasizlar, har doim kartamda saqlayman pulni. Tak, hozir mashinani shu yerga parkovka qilib qo'yaymikan uyimning oldida. Daraxtlar soyasida turadi. O'zi kun issiqda, o'shaning uchun ham daraxt soyasiga qo'yibman. Agar kun issiq bo'lmaganda любой joyga qo'yib qo'yardim, salqinda turaveradi-ku. Xo'p, eshik yopilmayapti. Nima bunaqa bo'lib qolgan bu mashina eshigi? Yopilmaydi. Bu yo'q, kal so'zi bormikan? Yopilsim deyish kerakmikan? Menimcha unaqa deyish shart emas. Tak, hozir narsalarimning ichidan nima edi? Kartamdagi pul qanday naqdlashtirsam bo'ladi, tushunmayapman. Qayerdadir bankomat ham yo'q qishlog'imizda. Mayli, bankomat bo'lsa topaman hozir. Keyin esa pullarimni naqdlashtirib borib pravaga to'lov qilib, o'qish menimcha shart emas, shunchaki bersa kerak pravani. Yana ham bilmadim, mana shu birat naqd qilib bersa kerak pulni yoki boshqa biratga boraymikan. Janob mer naqd qilamikan? Janob merdan so'rab ko'rayinchi. Janob mer, janob merga nima bo'ldi? Tushunmadim. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, nima gap? Qanisiga bunaqa qilib qoldingiz? Tushunmadim. Men millionlikni o'rganyapman. Tushunarli. Menda kartada pullar bor edi, o'shalarni naqd qilib bera olasizmi janob mer? Ha, albatta, kartamga tashlachi. Tashladim. Endi o'sha yoqdan ol pullarni. Bo'ldi, oldim. Bo'pti, nima qilmoqchisan? Pravo olmoqchiman. Ha, yaxshi, bo'pti, olgin. Mayli, dahshat janob mer, qandaysiga millionlikni o'rgangan? Tushunmayapman. Shetel, nima gap? Pravo olmoqchimisan? Shunaqa. Tak, hozir nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Oppo, nima qilmoqchi edim hozir? Shetel, sen bilan ishi yo'q. Unga hech narsa demoqchi emasdim. Nimadir qilmoqchi edim, esimdan chiqdi. Mayli. Hozir mashinamni minaman-da borib
o'sha pravani olib kelaman yoki piyoda boraymikan. Nima farqi bor? Nimadir qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi. Qaranglar, xotirani dahshatligini. Mayli. Endi iloji yo'q, piyoda borib kelaman o'sha tomonga. Chunki hozir pravam yo'q. Mashina haydayotganimni ko'rib qolsa o'sha biratan keyin jarima solib qo'yishi mumkin menga. Sababi sen prava olmasdan mashina haydab yuribsan deydi. Ilojim yo'q, qanaysiga prava olmasdan turib mashina haydamasligim mumkin. Axir mashinam bo'lgandan keyin pravasiz bo'lsa ham haydamasam bo'lmaydi-da. U mashinani nimaga oldim bo'lmasa? Tak, lekin prava olish kerak baribir. Mana nimagadir bunaqa bo'lib qolibdi. Kim buni noto'g'ri chizib ketdi? Bilmadim. Yo'l qurilishdagilar mamchi noto'g'ri qilishgan, ularga aytish kerak, to'g'rilab chizishni ko'rsatish kerak yoki bilmayman, xullas ularning aybi shunaqa, xato chizib qo'ygan. Assalomu alaykum janob, yana bir bor. Ha, va alaykum, keyincha. Korotchi, mana bu pullarni olib qo'ying-da, kechirasiz. Hozir mana bu pullarni olib qo'ying-da, men bitta prava berib yuboringchi. Hozir mana tak pravangni shakllantiryapman. Tak, hozir mana yasadim, tayyor. Shu qog'oz endi meni pravammi janob? Ha, shunaqa. Hozir men buni bazaga kiritishim kerak. Sen ismingni yozib qo'y o'sha joyga. Ismimni? Ha, ismingni yoz. Yozdim. Tak, yana nima narsani yozishim kerak? Familiyangni ham yozishing kerak. Familiyam shart emas shekilli, mayli. Tug'ilgan sanang yoki yil, oy, kun degandek narsalarni yozib qo'y. Mayli, hozir tug'ilgan yil deymiz va tayyor. Yana nimani yozay janob? Hozir aytaman. Tak, yoshingni yoz. Tug'ilgan yilimni yozsam yoshda nima keragi bor? Yozib qo'y, aytganini qil. Mayli. Keyin erkakmi, ayolmisan, shuni ham yoz. Erkakmanku, ko'rmayapsizmi? O'shani yoz deyapman. Men ko'ryapman. Boshqalar ko'rish uchun yozib qo'y. Mayli. Tak, menimcha shu narsalarni yozib bo'ldim. Ber unda yozgan bo'lsang menga, men ro'yxatga kiritib olay. Hozir tak. Mana sizga o'sha qog'oz. Endi-chi? Hozir sabr qilib tur. Mayli, mana shu yerda sabr qilib tursam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, tezroq hal qilib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Nima qilyapman? O'ynab o'tirganim yo'q-ku, ko'rmayapsanmi? Hal qilyapman. Balki o'ynab o'tirgandirsiz, notebookingizda qanday o'yinlar bor? Jiddimisan? Nima axir? Men o'ynamayman. Mana pravayni olganda bu yerda so'r endi, borib mashinani desam, kamas haydaysan, o'zing bilasan. Mayli. Qoidaga amal qil faqat. Mayli. Oho, endi menda prava bor. Endi buni jetellarga maqtanish kerak. Jetellar, endi menda prava bor. Yo'q, prava nima edi? Tentak prava, mana buni rasmga olib turib, Instagramga, storiyamga qo'yib yuborayim. Hamma ko'rsin-da menda prava borligini. Endi pravam bo'lgandan keyin mansaba. Xohlagan vaqtim mashina haydayman. Qara, menda prava bor. Yo'q, menga ber. Tentak, men nomimdagi narsalarni sen qanday ishlatsan? Unda men ham olishim kerak ekan. Janob, menda prava bor. Qanaqa prava? Nima deding? Prava mashina haydash uchun. Menda yo'qmi? Yo'qmi sizda? Bor menda ham, maqtanma. Mayli, sizda bor ekan. Bor ekan, nima bratanga, bo'lmasa bratanga chotki maqtanmoqchi edim. Bu yerda eshigini kim ochib qo'ydi? Bu yoqlarni kim ochib tashladi? Mayli. Hozir polizimdagi bir ikkita narsalar tozalashim kerak. Ya'ni ko'ryapsizlar, rasvo holatda bo'lib qolgan. Tak, qani edi ketmonchamni olamiz. Uchar ketmon emas, bu oddiy ketmon. Agar uchar ketmon bo'lganda uchar, minardim, lekin uchar ketmon bo'lmagani uchun minib uchib bo'lmaydi. Buni hozir tak tapor bilan birinchi mana bu eshikchalarni almashtirib yuborish kerakmi, to'g'rilab yuborish kerak. Xullas, rasvo bo'lib qolgan, ko'ryapsizlar eshikchalari. Tak, ochib qo'yayin shu yerni. Xo'p, ana endi poliz ekinlarimni yig'ishtirmasam bo'ladi, chunki hammasi pishmagan, ko'ryapsizlar. Bitta ikkita pishib qolganlarni to'g'rilab yubordim. Ana endi nima qilishni ham bilmayapman. Tak, xo'sh, juda ham zerikarli, buni qaranglar. U poliz ekinlarim o'sib qolgan bo'lsa, o'sibdi mana. Endi tozalasa bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Hozir o'smay turgandi. Endi o'sgan ekan, mana endi tozalab tashlayman. Tak, tez tozalash kerak faqat, chunki tezroq tozalamasam vaqt cho'zyapti. Vaqt cho'zilmasligi kerak, axir bilasizlar, vaqt bu oliy hakam deyilgan. Hakam deganda bu o'yinlar boshqaradigan hakam emas, bu vaqt hayotda boshqaradigan hakam. Tak, xo'p, hozir tozalab olsam tez. Kartoshkalar qaranglar, kartoshkalar ham yaxshi o'sibdi. Bu sabzi ekan-ku. Mayli, sabzi bilan kartoshka nima farqi bor? Hammasi ham hosil-ku. Tak, bu yerga pomidor ham olib kelganman, yangicha hosillar, ko'ryapsizlar. Bunaqa narsalarni tez ekib tashlasam, mana bu yerlarga zo'r hosil beradi. Aralash qilib ekib tayyorlayapman, ko'ryapsizlarmi? Bo'sh joyiga o'rtaga kartoshka, chekkalariga sabzi, yana o'rtasiga qulubnika, pomidor, yana bodring, shunaqa qilib har xil qilib ekib tashlayapman. Mana bu qalampir ham bor menda, ko'ryapsizlarmi? Qalampir ham ekib qo'yapman. Nima qilaman qalampirni bilasizlarmi? Jetellarga beraman. Ular o'zi olamagan holatda shunday qalampir yeb qo'yadi, dabdala keyin bori og'zi kuyadimi, boshqa joyi kuyadimi bilmadim. Xullas,
o'zi xohlamagan holatda yeb qo'yadi. Tak buni rejasini tuzib qo'yibman. Xo'p, ana endi nima narsa bug'doy ekamiz bu yerga. To'xtaylik, yo'q, bug'doy emas, sabzi ekaylik, chunki mana bu yerga kartoshka ekamiz, bu yerga ham kartoshka va bu tomonga sabzi ekamiz. Mana shunaqa qilsam takoy ko'ryapsizlarmi? G'irt har xil bo'lib yotibdi. Kartoshkani qasdi qalampir chiqib kelaveradigan bo'lib qoldi, chunki har xil qilib ekib tashladim ko'rayotganlaringdek. Ana endi hozir nima qilishni ham bilmay qoldim to'g'risi bor. Mana bularni olib borib janob merga berib kelaymikan? O'sha maqsad pravo olish edi, maqsad ham qolmay qoldi. Endi qanday yangi maqsad o'ylab topish kerak. Nima qilayin endi? Kommentariy yozib qoldiringlar, obunachilar. Hozir nima qilsam bo'ladi? Tak pravani olib olaman, olib borib janob merga maqtanib kelaman. Janob mer ko'rsin-da, pravom borligini. O'sha ko'chada ham maqtanib yuraman. Menda pravo bor, qo'y, jetellar hamma ko'rsin, menda pravo bor. Sen bir pravomi ekan, hammaga ayt, hamma bildi o'sha. Bilibpa hamma, yana ko'proq odam bilish kerak. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima qo'liga pravo ko'tarib olib maqtanib yuribsan? Ko'rmayapsizmi, pravo oldim. Sen bir pravomi ekan, hammaga maqtan endi. Maqtanaman-da, chunki maqtangulik narsa bo'lyapti janob mer. Pravo hammada ham yo'q, o'zingiz bilasiz. Sen bir aytyapman, pravomi ekan, hammaga aytib chiq birdaniga. Xo'p, aytaman hozir. Birinchi sizga aytay dedim-da. Ha, bo'pti. Yaxshi qilib olgan bo'lsang, qonunga amal qilib yur endi. Mayli. Tak hozir mana poliz ekinlarimda takoy qilib taxlab chiqayapman, bo'ladimi? Bo'ladi, o'shana qilib taxla. Xo'p, tak pomidorlarni ham pomidor bilan xulubnika yangicha narsa ham olib kelganman. Bo'ladi, o'sha qo'yib qo'y havasini. Pulingni olasanmi? Olaman, qarang pravamni. Sen bir pravomi ekan, bora odamni ezib yubording. Bo'pti, qaruch ketdim, bo'pti, keyin pulni keyin olib ketay, yo'q, olib ketay birato'la. Tak oldim janob mer pulni ham. Bo'pti. Tak, endi yana maqtanishga odam kerak. Voy, men pravo oldim. Maqtanayapsan-ku, 3 marta maqtanding, bora. Senga aytgancha maqtangan ekanman. Tak, yana kim qoldi maqtanmagan odam? Maqtanmagan. Sizlarga maqtanmabman. Obunachilar pravo oldim, ko'ryapsizlarmi? Pravo yo'q sizlarda pravo yo'q, menda pravo bor, ko'ryapsizlarmi? Qaruch sizlar ham pravo olsanglar, menga o'xshab keyin bemalol xohlagan mashinalaringni haydab yursalaring bo'ladi. Lekin pravo bo'lmasa mashina hayda olmaysizlar. O'shaning uchun davayki o'qinglar, pravo olinglar, pul to'langlar. Qaruch menda pravo bor.